Assalomu alaykum, navbatchi akalarimiz, xudo xolasa tandirimiz bitdi. Tevasiga yig'ish bosib tandirimiz xudo xolasa moshniy bo'lib yaxshi bo'lib bitdi. 2025-22-aprelda Namangan Chuqurg'ondamiz. Tandirimiz junga qilindi. Hali junni o'ziga qilib berdik akamizga, o'zimizning klientimizga. Bu 7 yil, 8, başta 10 yildan beri bizdan qurishadi akamiz. Ancha yildan beri akamiz bilan qadrdonmiz. Xudo xolasa inshaalloh tandirimiz zo'r holatda, hali yotqizganda chizilib, qizilib hali bo'lmagan, xudo xolasa 2025-22-aprelda xudo xolasa Namangan Chuqurg'onda Abdumalikjon tandirlari o'rnatildi xudo xolasa. Aloqadamiz, telefon qilasizlar. Moshniy xudo xolasa tandir. 10 yildan beri akamiz bilan qadrdonmiz, xudo xolasa klientimiz bo'ladi. Zo'r bo'ldi tandir. 2025-22-aprelda Namanganda